O'zimiz o'qitib, o'zimiz uni ustoz qilamizda, undan keyin o'zimizning filiallarimizga ustoz sifatida uni joylashtiramiz ishga inshaalloh. Firdavs do'stim, marhamat sizga. Bizni kompaniyamizda yuragi desam ham bo'ladi, kompaniyamizda skeletini ushlab turgan yigit desam bo'ladi, SMM bo'lim boshlig'i. Sotuv, tizimlashtirish, SMM, reklama hammasini shu yigit qiladi. Firdavs Himmatov, marhamat do'stim, keling. Assalomu alaykum hammaga. İsmim Firdavs. Mikrofon. İsmim Firdavs. Xudo xohlasa shu 3 yildan beri shu sohadamiz. Temur aka bilan tanishganimizga shu 2 yil bo'ladi xudo xohlasa. Shu Temur aka bilan birinchi tanishganimizda o'zi onlayn kurslarini sotuv bo'layotgandi. Duh kommunikatsiyalar bo'yicha onlayn kurs sotuv bo'layotgandi. O'sha vaqtda biz tanishib, biz videolarni qilib berib, onlayn kurs uchun o'shana tanishgandik. Shu 1 yillar o'tgandan keyin umumiy o'zini Ertik servis kompaniyasini sotuv bo'limini, SMM bo'limini, marketing bo'limini bizni jamoamizga topshirdi. Xudo xohlasa yaxshi o'quvchilarni yig'ib, xizmat sotuvlarini, onlayn kurs sotuvlarini hammasini o'zimiz qilib kelyapmiz. Xo'p, hozir men bugun sizlarga xudo xohlasa ustalar nimaga 2026-yilda ijtimoiy tarmoqda bo'lish kerak degan mavzuda o'zimni bilganlarimni, fikrlarimni aytib, xudo xohlasa yo'q bu bilan o'tmaydi. Nima bilan o'tmaydi? Ozgina o'zim fikrlarimni nima qilmoqchiman? Ha, o'tadimi? Pastdagini bo'lsangiz pastda. Xo'p, birinchi o'zi hozir kim, misol uchun santexnik bo'lsa yoki boshqa usta bo'lsa, kim hozir santexnik sifatida ijtimoiy tarmoqni olib boradi? Misol uchun video qo'yadi, username yozilgan ismini yozib, misol uchun shunday santexnikmi, ustami, elektrikmi deb yozib, xullas o'zini qilayotgan ishlarini, klientlarni misol uchun berayotgan odzivlarini ijtimoiy tarmoqqa kim qo'yib bora olamiz? Sizlar aktivni yuritasizlar, to'g'rimi? Aktivni yurgizmaymiz-ku, shu o'zimizdan ko'rsatib boramiz, shu nima ish qilamiz, nima qilib shug'ullanamiz. Odamlar bizni biladi, nima ish qo'limizdan kelishini shu. So'ng biz auditoriyamiz katta emas. Klient keladi, shu orqasidan. Keladi. Klient keladi. Sizlarda ham kim bor edi? Klient keladi shu orqasidan, to'g'rimi? Misol uchun o'zi ikkita xilga bo'linadi. Agar misol uchun umumiy oladigan bo'lsak, bittasi ijtimoiy tarmoqda yo'q santexnik bilan ijtimoiy tarmoqda bor santexnik bo'lsa, konkret misol uchun ijtimoiy tarmoqda bor santexnikka klient keladi. Hatto misol uchun 100 ta video qo'ysin, misol uchun aytaylik, qanaqadir problemasini olib chiqsin santexnika bo'yicha, qanaqadir muammoga yechim berib olib chiqsin, o'zi qanaqadir loyiha qildi, santexnikada qanaqadir obyektni bitirdi, o'sha obyekt egasidan qanaqa fikr olib qo'ydingiz degan. O'shalar orqasidan misol uchun hatto bittasidan bo'lsa ham klient keladi unga. Hatto yuzi taniladi. Hatto qilayotgan ishini ko'radi. O'sha men aytmoqchi bo'lganim 2026-yildan boshlab o'zi bo'lishi kerak hamma. O'zini mana santexnikada yoki ustachilik bo'lsa ham keyinchalik bozordan chiqib ketishini, raqobatda orqada qolib ketishini xohlamasa, hozirdan nimaga kirib boshlash kerak. Yoshning ahamiyati yo'q qanaqa bo'lishi. Agar usta bo'lib ijtimoiy tarmoqda bo'lmasangiz nimalar bo'ladi? Aytaylik, birinchisi ijtimoiy tarmoqlarda aktiv yuritadigan ustalarga raqobatga yutqizadi. Misol uchun bitta hududdasiz, Samarqand shahri hududida aytaylik, bitta zo'r aktiv yuritadi ijtimoiy tarmog'ini, o'zini mutaxassisligini yaxshi olib chiqadi, bitta santexnik olib chiqmaydi, hech narsa qilmaydi. Faqat kimdirga tavsiya qilib, o'sha orqali ish topadi. Lekin bu agar o'zini ijtimoiy tarmog'ini yaxshi yuritadigan usta buni raqobatda yutib chiqadi ijtimoiy tarmoq yo'qida. Misol uchun boya ustozimiz ham aytdi, Akmal Nizamov ham, endi har doim o'sha brendni ustida ishlab ketish kerak dedi. Boyagi qanaqa sohada bo'lmasin, santexnik sifatidami, boshqa usta sifatidami siz обязательно olib ketishingiz kerak endi ijtimoiy tarmoq. Keyingisi, o'zi xohlamagan ishlarga majbur bo'ladi agar ijtimoiy tarmoqni yuritmasa bundan keyin. Qanday bo'ladi? Misol uchun aytaylik, men o'zim sohamni oladigan bo'lsam, men shu marketing sohasida ishlasam, men o'zim ijtimoiy tarmoqqa chiqmasamda, bir chetda kimnidir ishini qilib yursam, menda ikki xil variant bo'ladi. Pul kerak, o'zim yoqmagan sohadan loyiha olishim mumkin. Aytaylik, menga restoran sohalari, shunaqa sohalarda ishlash yoqmaydi.
uni videosini olish, uni marketing qilish, restoran shunaqa narsa menga yoqmaydi. Menga ta'lim loyihalari yoqadi. Misol uchun hozir umumiy sizlar yig'ilishlaringizga ham qanchadir foizda meni jamoam sababchi. Chunki biz syomkalar qilamiz, reklama yoqamiz, sotuv bo'limimiz orqali sizlarga telefon qilib shu taklif qilamiz mahsulotimizni. O'sha orqali misol uchun sotamiz. Lekin restoran sohasi yoqmaydi. Agar siz santexnik bo'lsangiz, siz ijtimoiy tarmog'ingiz yuritmagan, sizni tanimaydi, lekin bu yoqdagisini taniydi, sizni raqobatchingizni. U ko'proq ish olib, misol uchun unda ish navbatda tursa, o'zi xohlagan ishni ola oladi. O'zi misol uchun narx qo'ya oladi ishiga. Lekin sizda bunaqa imkoniyat bo'lmasa, siz klient aytgan narxga bemalol ishlashingiz mumkin-da, chunki sizga pul kerak bo'lsa. Bu qanaqa misol uchun shu fikr to'g'rimi o'zi? To'g'ri. Keyingisi doimo boya aytgandek bozor narxida ishlaydi. Bozorda misol uchun yuqori narxda ishlay olmaydi. Agar sizda rostdan misol uchun klientlaringiz orqada taxlanib turgan bo'lsa, boyagidek nima deydi? Navbatga turgan bo'lsa, siz narx qo'yib ishlay olasiz. Xo'p. Keyingisi ijtimoiy tarmoqlarni aktiv yuritib nima natijaga erishish mumkin? Misol bormi deganga, misol uchun men Temur akani misol qilaman. Temur akani misol uchun YouTube'da 10 mingtadan ziyod obunachisi bor hozir. Instagramda 7 mingtadan ziyod. Biz buni monetizatsiya qilamiz. Ya'ni nima degani bu? Mana shu obunachilar biz pulga aylantiramiz. Qanday qilamiz? Misol uchun oddiy misolda aytaman. Santexnika maktabimizga 90 ta nari bir o'quvchi, xudo xolasa fevral oyiga kelib o'qisa, ya'ni o'tgan patoklarimizda 40 tadan ziyod o'quvchi o'qigan bo'lsa, hozir yana 4 ta filialimizda o'qisa, o'sha 90 ta 100 ta atrofida bo'ladi. Aytaylik, bitta kurs narximizni 5 million so'mdan hisoblasangiz ham, pulini hisoblab ko'rsangiz, o'sha mana shu ijtimoiy tarmoq orqasidan qanaqa pul kelishini hisoblab olsa bo'ladi-da. Keyingisi maktablar. Biz birinchi maktab ochganimizda Temur aka maktab ochganda bitta Samarqandda ochilgandi. Hozir xudo xolasa Buxorodan, Sirdaryodan, Jizzaxdan, xudo xolasa o'sha Marto'ylarga Toshkent bilan nimaga ham ochilishi mumkin vodiydan. Hamkorlik ketyapti hozir, kelishuvlar. Xo'p, keyingisi onlayn kurs. Oddiy misol uchun biz Temur aka o'zi 3 yil oldin, 2 yil oldin darslar yozib chiqqan, do'q kommunikatsiya bo'yicha. Biz uni taxladik, yana chiroyli holatga olib keldik, foydali holatga olib keldikda, buni sotuvini qildik. Buni o'zida misol uchun 500 tadan ziyod odam sotib olgan bo'lsa, 500 mingdan hisoblasangiz ham bu ham normal pul bo'ladi. Bu ijtimoiy tarmoqni yuritish orqasidan bitta yo'nalishni o'zidan kelgan foyda, ya'ni ta'lim yo'nalishi. Endi siz bunga uslugasini qilishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizni uslugangizni sotishingiz mumkin bu yerda ham, jamoa qurishingiz mumkin. Agar sizda klient ko'p bo'lsa, demak siz oldingizga boshqa santexniklar olib jamoa qursangiz ham bo'ladi. Xo'p. Endi men o'zim sohamdan kelib chiqib bir ikkita maslahat berib o'taman. Agar oramizda endi boshlayman ijtimoiy tarmoq deydiganlar bo'lsa, bitta shablon bor. Misol uchun nimani joylashingiz kerak? Eng birinchi o'zingiz uchun yozmang. Aytaylik, santexnikadagi 10 ta asosiy muammolar. Aytaylik, boshqa qaysidir usta klientni qanday aldash mumkin? Misol uchun-da, endi bu aldang degan ma'noda emas, bu klient uchun. Ya'ni sizni santexnik ustalar odatda qanaqa aldaydi? Qanaqa pulingizni misol uchun ortiqcha oladi? Sizni mahsulotga qanday uxlatadi? Misol uchun shunaqa temada siz mavzu yozib chiqib, prosta o'zingiz videoga qo'yib yuboringiz. Prosta u borib siz professionallarsiz, ya'ni birdan professionalga kiraman desangiz, katta rasxod bilan kirishingizga to'g'ri keladi. Tushundilaringiz menimcha qanaqa muammolar misol uchun olib chiqish. O'zlaringiz bilasizlar, ya'ni santexnikada qanaqa muammolar borligini. Keyingisi yechimlar. Aytaylik, qanaqadir endi u santexniklarga to'g'ridan-to'g'ri qilishingiz mumkin. Bitta santexnik bor, aytaylik, teplovoy nasos sistemasida qanaqadir tushunmaydi. Siz o'sha temani chiroyli olib chiqib, o'sha bo'lib oldi, teplovoy nasos sistemasi, do'q kontur sistemasi, yana shu kabi muammolarga yechimlar berib ketsangiz, o'sha mavzularda bu ham sizni iminiy santexniklar yig'ilishiga sabab bo'ladi, sizni obunachilaringiz orasida. Eng oxiri siz konkret mijoz olishingiz uchun boshqa mijozlarning fikrini qo'yishingiz kerak. Misol uchun siz qaysidir loyihangizni tugatdingiz, shu vaqtda birdan o'sha loyihani egasi, uy egasi bilan bitta fikrini videoga yozib olib Instagramga qo'yib yuboring. Mana shularni rasm tushib olasizlarmi, bitta o'zingiz uchun saqlab olsalaringiz, mana shu narsani ishlatib ko'rsalaringiz, bir oy ko'ringizlar, ikkinchi oydan aniq klient keladi. Men qo'llab ko'rilgan, ishlatib ko'rilgan narsa.
Keyin asosiy narsa har bitta videongizga, misol uchun telefon raqamingiz, qaysi joyda, qaysi hududda xizmat ko'rsatishingizni yozib ketsangiz, u yana ham sizni tezroq topishlariga yordam beradi. Keyin yana bitta sizga amaliy haqida amaliy misol ko'rsatib betaman. Instagramingizda qanday to'g'ri odamlarga ko'rsatishingiz kerak. Eng birinchi o'rinda Instagram username, ya'ni poiskdan izlaganda sizni topish uchun aytaylik, bu yoqda Timur Komilovich turibdi. Oldin bu yoqqa biz Timur santexnik deb qo'ygandik. Santexnika birinchi kurs sotish boshlaganimizda. Chunki odamlar bu kim ekanligini birdan Instagramga qarab bilib olish uchun. Bundan keyin biz masshtablashdik, ya'ni maktablar ochildi, kurslar ko'paydi, xizmat uslublari bo'ldi. Ya'ni Ertik servis umumiy Ertik guruh kompaniyasiga aylanganda Timur Komilovichga aylantirdik. Santexnik deb tanimasliklari uchun, tadbirkor deb tanishi uchun biz shunaqa qildik. Siz boshiga o'sha ismingizni yoki viloyatingizni yoki tumaningizni yozib, oldiga santexnika deb yozsangiz bo'ladi. Bu ko'proq klient topishga ham konkret yordam beradi. Undan keyin rasm. Любой rasmni qo'yavermaysiz. O'zlaringizni, yuzlaringiz aniq ko'ringan rasm qo'ysalaringiz, klient sizni tezroq tanib olishiga yana yordam beradi. Bu yuzingiz tanilishiga. Keyingisi biografiya. Bu yoqqa biz yozgan tadbirkor, xalqaro santexnik mutaxassis. Oldin bu yoqqa faqat santexnika va kommunikatsiyalar bo'yicha mutaxassis deb yozgan. Ya'ni tadbirkorlikda oldin. Endi bizni umumiy Timur akani tadbirkor deb tanish uchun odamlar biz tadbirkor, xalqaro santexnik mutaxassis degan nimani qo'shganmiz. Yozuvni i pasida qilgan loyihamiz, misol uchun Ertik servisini asoschisi. Undan keyin harakatga undovchi yozuv yozganmiz. Ya'ni santexnika maktabimizda, bu santexnika maktabimiz haqida ma'lumot oling deb link qo'yganmiz. Kiradi, ma'lumot oladi. Agar maktabimiz ma'qul bo'lsa, ariza qoldiradi, sotuv bo'limiz telefon qiladi. Xuddi mana shunday. Qisqa lo'nda tushuntirdim deb o'ylayman. Agar kimgadir umumiy taqdimot kerak bo'lsa, kanalimizga tashlab qo'yaman. Olib bemalol foydalansa bo'ladi. Lekin boshlang'ich etapda mana shu nimani qo'llab ko'rsalaringiz, boshlang'ich etap mana shu taqdimotdagi bilimlar bugun boshlab qo'llab ko'rsalaringiz, bir hafta 10 kunda aniq sezasiz nima natijani. Konkretni sezasiz. Keyingisini ana Bozor taqdimoti. O'rtoqlar, biz hozir yaqinda bitta yangi O'zbekistonda yagona bo'lgan bir ishni qilyapmiz. Boshladik. Onlayn bozor. Sherikchilikni taklif qilyapmiz santexnik aka-ukalarimizga. Onlayn bozor shunaqa uzun marketni bilasizlar-ku? Uzun marketga kirasiz, kerak narsalarni tanlaysiz, kolичествосini yozasiz, pul kelib chiqadi, bosasiz, zakaz berasiz, tasdiq qiladi. Xuddi shu tizimda onlayn bozorni biz qilyapmiz. Bir nechta zavodlar va kompaniyalar bilan borib, gaplashib, magazinga beradigan narxini ham pastga tushirib, biz ishlaymiz, biz butun respublika miqyosida ishlaymiz deb ishontirib unga anani boshladik. Endi o'shani inshaalloh bu maqsadimiz avvaldan oldindan bor edi. Alloh taolo behisob shukr maqsad qo'ydik, Alloh taolo yetkazdi. O'shani sizlarga taqdimotini qilamiz va kelajakda sherikchilikda ishlab, moliya haqida bilim oldingiz-ku. Endi demak qo'shimcha daromad kerak. U biz bilan ishlasangiz, bizda to'g'ridan to'g'ri bizni kompaniyamizning sherigiga aylanasiz. Siz daromad qilasiz va u pulni xohlang bizga o'xshab biz qilayotgan kompaniyalarga investitsiya qiling. Xohlang olib o'zingiz uchun ishlating. Lekin investitsiya qilib passiv daromad ko'paytirishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki uyga borgan pul baribir yo'qib ketadi. Uni ko'paytirish kerak. Nasib bo'lsa, hozir buni bozor haqida ham Firdavs do'stim ma'lumot beradi inshaalloh. Bu Timur aka aytganda biz zavodlar bilan hamkorlik qilganmiz. Bu Timur aka o'zi ham sanoatli zavodda. O'sha zavodlar bilan hamkorlikda ochilgan bozor. Bu qanday bozor? Bu to'liq Telegram botda qilib chiqilgan. Ya'ni Telegramning o'zida Telegramda postga Ertik bozor bot deb yozsangiz chiqadi. Hozircha faqat kam mahsulotlar kiritganmiz. Biz 1-fevralda to'liq ishga tushirishni plan qilganmiz. 1-fevralgacha hamma mahsulotlar kiritilib, bozor o'sha savdoga tayyor bo'ladi. Bunda nima olasiz? Misol uchun eng birinchi navbatda Timur aka aytgandek, bozorga kelgan har bir foydaning 40% xohlang naqd shaklda, xohlang kartaga, xohlang bo'lgan investitsiya shaklida o'zingizga qaytarib beradi 40%. Keyin nima olasiz? Yana biz ko'chadagi do'konlardan 15-20% arzon har bir mahsulot 100%. Chunki biz zavod bizga shu nimada beryapti,
qolgan do'konlardan arzon narxda zavodlar o'zi podдержка qilyapti. O'shaning uchun biz qolgan do'konlardan 15-20% arzon qilganmiz. Qanchadir klient yig'ilgandan keyin narx ko'tarilib ketmaydi. Mana shu narxda qoladi do'konimiz. Inshaalloh. Mana shunaqa bo'ladi. Narx oshirilmaydi. Har doim do'konlardagi narxdan 15-20% arzon bo'ladi. Endi keyingisi bo'ladi, nimaga ertaga bozor kerak sizga? Misol uchun santexnik bo'lsangiz, qanaqadir loyihangiz bor. O'zi bitta uy bo'lsa, o'shani necha pul ketadi santexnikasi faqat mahsulotlarni sotib olishga? O'rtacha 15-20 million ketadi. O'shani aytaylik 15-20 milliondan 1 million so'm foydaga qoldi bozorga. Misol uchun 20 million so'm, 1 million so'm foyda olib keldi bozorga. Endi o'shani 400 mingga siz bitta loyihangiz uchun 15 millionga mahsulot sotib oldingiz, 15 million to'landi u pul, o'shandan 1 million so'm foyda keldimi, o'sha vaqtda o'zida sizga 400 ming so'm qaytarib beradi 1 million foydangiz. Demak, agar siz bir oy davomida 10 million foyda olib kelsangiz, 4 millionni birdan o'zingizga qaytarib beradi. U xohlagan vaqtingiz. O'shanaqa bo'ladi. Yana qolgan do'konlardan arzon narxda olasiz. Biz nimaga arzon narxda qildik? Oldin mana bunaqa bo'ladi deb eshitganman. Misol uchun do'kon bilan santexnik gaplashadi, ustiga santexnik price list yozib beradi-ku nimaga? Mijoziga. O'sha vaqtda mijoziga misol uchun santexnik o'zini foydasini qo'yib yozib beradi. Ko'plar deb shunaqa deb eshitganmizda, keyin u do'konga borganda narx yana oshadi-da, ya'ni u yerda do'konni ham foydasi bor, santexnikning ham foydasi bor, o'shanga minib ketamiz. Biz santexnik foydasi bozorni ulushidan bo'lsin degan ma'noda biz o'zimiz hech qanaqa foyda qo'yilmasin, arzon narxda berilsin, biz do'kon bozorning foydasidan 40% ajratib beraylik deb mana shu bozorni umumiy tashkil qildik, taklif qilyapmiz. Xo'p, keyingi bozorda siz ko'chadagi santexnika bozorlardan 15-20% arzon olasiz, oxirida o'sha 40% foyda olasiz. Keyingisi, xo'p, bozorga qanday qo'shiladi? Bozor qanday ishlaydi? Misol uchun Telegramga kirasiz. Qisqa ro'yxatda Telegramda bo'yiga ertaga bozor bot deb yozsangiz chiqadi. Kirib bitta start qo'ysangiz, o'zi sizga bozor ochiladi. Bozorga kirganingizdan keyin uzun marketga o'xshab hamma mahsulotlar kelib chiqadi bu yerga. Misol uchun bu yoqda Vatti bor, qanaqadir brend bor, yana Vatti, Collinglar bor, nimalar, Zoom kommunikatsion bor. Xullas, mahsulotlar kategoriyalarga bo'lingan o'zi. Aytaylik, nima rayfoni bo'limiga kirsangiz, bu yoqda aytaylik sushkalari bor, boshqalari bor, hamma narsa qatorma-qator bo'lingan. Ichiga kirib bemalol tanlayolasiz. Xo'p, istalgan mahsulotni tanlab buyurtma qilasiz. Qisqa vaqtda sirasiz sizga telefon qiladi mutaxassisimiz. Mahsulotlaringizni tasdiqlaganingizdan keyin biz birdan zavodga nima yuboramiz, zaryadga yuboramiz, zavod skladga yig'ib beradi, biz sizga chiqarib beramiz mahsulotlarni. O'shani. Xo'p, keyingisi boya aytganimdek, foyda olish sistemasi bozor qanchadir so'm оборот bo'ldi, narx sotib oldingiz, undan bozor qanchadir so'm foyda ko'radi, o'sha foydaning 40% sizga birdan qaytarib beriladi. Ham siz yutasiz, arzon mahsulot sotib olasiz, sifatiga biz o'zimiz javob beramiz uni sifatiga. Undan keyin ham siz bu yerdan 40% foyda olasiz. Xo'p. Bozorga kirish mana ertaga bozor bot deb yozasiz Telegram qidiruviga. Undan keyin mana bu kelib chiqasiz. Ertaga servis santexnika bozor. Undan keyin kirib bitta startni bosganingizdan keyin magazin degan bo'lim ochiladi, magazinga kirib bemalol mahsulotlar ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Biz uzun marketlar hamkorlik qilganmiz shartnoma borasida, lekin hozirgi vaqtda uzun market bizni onlayn bozorimizga uzun market integratsiya qilmaganmiz. U bizga bo'limlar ochilgan bozorda, bo'limi ochilgan, keyin integratsiya qilsak xabar beradi, lekin prosta misol uchun uzun marketdan mutaxassislarga olmoqchiman deb agar nima qilsangiz xalqqa beramiz. Chunki hamkorlikda o'sha ish boshlangan uzun bilan. Dastlabki endi batafsil aytiladi. Keyingi narsa foizi yo'q, nima? Uzun marketning foizi yo'q, 3 oygacha. 3 oygacha bo'lib to'lashda hech qanaqa foiz olinmaydi. Undan keyin o'sha uzunni nimasiga o'tadi. 6 oylik bo'lib ketadigan bo'lsa, o'sha uzun o'zi foiz qo'yadi. Lekin 3 oygacha biz hech qanaqa foiz olmaymiz bo'lib to'lashda.
faqat 3 oygacha agar mijoz olsa, bizni oladigan foydamizdan kamayadi. Tushunyapsiz? Uzum bizdan oladi. Ya'ni biz o'sha 40% sizga qaytarib beryapmiz, pul bizga qolyapti, sizga qoladi. O'shandan kamayadi-da. Ya pul ololmay qolishimiz mumkin demoqchisizda? Ya pul olinadi-da, o'zi qarangda. Yo, uzun market o'sha mijoz bilan shartnoma qiladi. Tushundingiz? Bizda aloqamiz yo'q. Qarang, uzun market mijoz bilan shartnoma qiladi. Uni o'sha kredit istoriyasi toza bo'lsa, mashinik degan ro'yxatga tushmagan bo'lsa, karta оборот puli bo'lsa, uzun unga просто uzun boya pulni bizga shunday tashab beradi-da, 3 oy davomida uni o'zi olaveradi. Ha, shunday. Inson omili ishtirok etmaydi. Tizim. Bu narsa misol bundan 4 yil oldin, masalan 4 yil 5 yil oldin men o'zim qo'shimcha daromadlarni qurish masalasidagi eng og'riqli nuqta edi-da. Hozir biz shunday qilyapmizki, bizda sklad degan narsa yo'q, xodim ishlatish degan narsa yo'q. Bizda primoy zavod bilan gaplashganimizdan keyin bizga unaqa muammolar yo'q. Shunda biz mahsulotni arzonroq sotishga imkoniyatim bo'ladi. Vazirat tovar qilmaysizlar. Vazirat tovar qilayotgan bo'lsalaring, u bo'lmaydi. Chunki bir marta jo'natiladi. Shuning uchun loyihani chotki qilib, har bitta ikkita mayda-chuda bo'lsa ishtimamasku, o'zi stolingizda qoladi. Katta vazirat bo'lmaydi-da. Endi hozir biz Firdavsga aytdim, bitta target yoqing, loyihachi topaylik jamoamizga deb. Samarqand hududida santexnikani loyiha qiladigan odam menman deb chiqqan yo'q hali. Ijtimoiy tarmoqdan chiqqan yo'q. Inshaalloh biz o'zimizning kompaniyamiz uchun loyihachi izlayapmiz. Shu bitta obyektni, masalan, o'zimizning shogirdlarimizdan bo'lsin, hamkorlarimizdan bo'lsin, binoni o'lchamlarini shunday proyektni bizga tashlaydi, loyihachi hisoblab ketayotgan mahsulotni 99% to'g'ri programma chiqarib beradi. Inson omili ishtirok etmaydi. Qanaqa adapter, qanaqa payka, cho'kchimi, batareyalarning turish joylari, gidrilgan kotelni terish holati hammasi loyiha chiqarib beradi. Ha, mana asosda ko'payapmiz-ku. Hech kim yo'q edi, Firdavs keldi, mana asosda sotuv bo'limi qurildi. Endi loyihachi ham topamiz inshaalloh. Maqsad qo'ysak, farqi yo'q. Yo'q, onlayn ishlasang bo'laveradi. Endi biz ta'limda pul ko'pligini bilganimiz uchun hozir kim stralniy mashina o'xshatadi, kim konditsioner o'xshata oladi, kim qo'ldan qanaqa hunar kela oladi. Biz o'shani ishini biznesga aylantirmoqchimiz. Kimdir stralniy mashina o'xshatish biladi, keling birgalikda dars qilaylik, darsni tayyorlaylik, offlayn kurslar qilib viloyatlarga borib o'qitaylik masalan. Loyihani ham xuddi shunday. U loyihani boshlasin, keyin loyiha haqida darslar, bozor bo'sh aka, masalan, loyiha haqida. Shuni o'ylash kerakki, ko'proq pul qilishni o'ylash kerak-da. Yaxshi bo'ladi shunda. Kimda qanaqa savol bor? Shaxsan o'zimga yoki kompaniya to'g'risida yoki hamkorlik to'g'risida kimda darslarga nisbatan hozir akamizda savol berdi. Hozir siz bundan so'ng plajalarda narsa zakasi siz, bizni nomimizdan zakasi bo'ladi. Biz klientdan pulni ololmay qolgan xonamizga qanday sizlarga predoplata bo'ladi? Bizga da tovar yetib keladi. Qanday bo'ladi? Qarang, siz bordingiz, smetani qildingiz. Siz klientni oldida tars qarab pulini chiqarib berdingiz. Ko'rdingiz-mi pulini dedingiz. Ha. Buni qachon pulini to'lasa keyin yuk chiqadi. Bu shunaqa ishonchli kompaniyaki, arkasidan yurmaydi. Agar hozir chiqarib bera olmasangiz, keling uzun bilan shartnoma qiling, chiqarib yuboring. Hozir danimay pulingiz yo'q, masalan, bir haftadan keyin bo'ladi saki, через uzum oling. Xohlasa, uslugani ham uzumga qilib berishimiz mumkin. Sizga ham u pul bermaydi, uzum tashab beradi, siz uslugangizni biz beramiz. Shunday. Biz faqat yuridik shaxsmiz o'rtada. Uzum biz orqali shartnoma qilgan, hamma bilan qilmaydi. Zavod ham biz orqali shartnoma qilgan. Agar plajalardan oladigan bo'lsak, naqd bilan ishlov bo'ladi, dastlabki pulni aniqlanadi, dastlabki boradi. Xuddi shunday. Keyin
kim misol uchun mana hozir yaqin mana Shahzoda aytdimi? Yo'q, Firdavs shogird aytdi. Tog'am dedi, ligida Amerikada trak haydaydi. O'zbekistonga borib nima ish qilsam ekan deb o'ylab yuribdi dedim. Tog'angga aytdim, kesinladim, biz bilan hamkorlik qilsinladim. Puli bor masalan. Hozir zavoddagi tovarlarni boshqa hududlarda sklad ochish imkoniyati bor masalan. Hay zavodda narxi bo'lmaydi, hozir olmaydi, zato skladimiz bo'ladi-da misol uchun. Skladdan o'sha hududdagi ustalarni hammasiga onlayn dastavka qilib berishimiz mumkin. Biz kengayamiz. Keyin kim ertaga servisda ofisni ochmoqchi bo'lsa, hamkorlik qilmoqchi bo'lsa, uni ham qilishimiz mumkin asosda. U juda ham ko'p loyihalar bor, pul keltiradigan loyihalar, fikrlar juda katta, lekin vaqt masalasi. Asta-asta izga qo'yapmiz inshaalloh hammasi. Nasib. Marhamat. Yo, loyihalash bo'lsa, xonani kvadrat metrini, derazalarning razmerini, chizmasini tashlab bersa bo'ldi. Mutaxassis loyihachi uni joyiga borish shart emas. Programmada xona nechta xona, 4 ta xona, shuncha o'lcham, kvadrat metr shuncha, shakli shuncha deb kiritadi bo'ldi. Shu eski tizim chizmasi kiritiladi, keyin bitta fishkasi eng zo'r tomoni loyihalash sun'iy intellekt bilan integratsiya qilinadi. Sun'iy intellekt millionta variantlardan eng arzon, eng tejamkor, eng qulay variantni chiqarib beradi loyihada. Shu inson omili ishtirok etmaydi-da. Tushundingiz? Uni kecha kelgan santexnikaga odam qilsa bo'ladi-da uni. Loyihani mukammallashtirish uchun. Ya, to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Endi santexnika sohasi shundayki, G'ayrat aka, santexnika sohasi shunaqa odamlar uchunki, misol uchun bitta xonaga kirgizib, mana bitta burchakni ko'rsatsa, u o'zi kallasi ishlab, yana 3 ta burchak bor deb fikr qila oladigan odamlarga-da, masalan. Tushunayapsizmi? Ya'ni farosatli odamlar. Farosatli ishlatsa, ag'i ham o'z-o'zidan chiqib keladi. Ya endi uni aka mehmonxona, katta obyektlar, katta ona 3 etajlik, 2 etajlik uylarni asosan o'zlarining loyihachisi bo'ladi, proyekt qilgan loyihachisi. Biza uyni egasi bilan mehmonxona egasi bilan ishlamaymiz. Biz aytamiz, ko'rdik, loyihachingiz bilan bizdan tanishtirib qo'ying deymiz. Loyihachini o'zi bo'yniga olib loyihani tashlab beradi bizga. Keyin o'rtada biron bir kelishmovchilik, tushunmovchilik bo'lib qolsa ham loyihachi aybdor bo'ladi. Biz aybdor bo'lmaymiz. Loyihachi bizga shu loyihani berdi. Shu loyiha bilan ishladik. Biza ishonchli yuz bo'lganimizdan keyin biza ishimizni boshlashdan oldin pul so'rashga haqqimiz bo'ladi. Imkoniyatimiz bo'ladi. Ama haqiqatan shunaqa kompaniya zo'r, konkret ish javob garantiyasi ham bo'lsa aytamiz, "Ha, 50% tashlab bering, ishni boshlaymiz" deya olamiz-da, masalan. Agar unaqa yuzimiz bo'lmasa, unaqa ishonchimiz bo'lmasa, ishni boshlab beraman-da deydi. Kerak biz bermay ham ketgan ishtasi, masalan. İki marta to'ladimi keyin? Hay, pul bersa 3 marta ham qilib tashlayvering aka. Pul berayotgan bo'lsa. Shunday yani. Agar ustalarning o'zi konkretni loyihani tushunadigan bo'lsa, o'zi hisob kitobini chiqaradigan bo'lsa, loyiha nima uchun? Loyiha mana katta obyektlar uchun-da. 2 etaj, 3 etaj, podval, kollek, anaqa kotelnisi alohida uylar bo'ladi-ku, shularga loyiha kerak-da. U sun'iy intellekt loyihani ham kotelnini ham terishini chiqarib beradi-da. Chiroyli, effektivni qilish. Labbay. Hozir siz aytyapsiz
materialga ikkita kran radiator ketadi, 3 ta bo'lsa 6 ta ketadi. Shunga hisoblab sizlarni olish kerak-da. Agar loyihasiz bo'lsa agar bitta olib olish mumkin yo bittasini Ha, shu. buzishi mumkin-da. Shuning uchun biz loyiha chizlayapmiz. Shuning uchun loyiha qilishmi? Loyiha qilish endi boshida mana bu besplatni bo'ladi, lekin talab ko'payavergandan keyin loyihachi uspet qilavermagandan keyin u tabiiyki platni bo'ladi. Hozir dastavkalar shu o'zinglar qilib berasizlarmi yo boshqa qilajak qilib beramiz dastavka? O'zimiz qilib beramiz. O'zinglarda bo'ladi. Eski ashli dastavkada ba'zilar sifatini qilsa Endi borku, bu yerda bir narsa borda aka. Bu yerda iloji boricha o'sha usta aniq ishlash kerak-da, aniq. Qarga bitta ikkita narsa yetmay qolsa, o'zini hududidan любой magazinni sotib olsang bo'laveradi. Bitta ikkita narsa ortib qolayotgan bo'lsa, uni ziyoni yo'q. O'zida bagajda turaveradi masalan. Lekin mana bu bir $1000 narsani bazarat qilib bo'lmaydi-ku masalan. yo'q, o'zi narsa tushundik. Lekin har xil klientlar bo'ladi-da. Har xil klientlar bo'ladi. Ba'zi hollarda aytaylik shu muayyan bo'layotgan fikr o'zgarib qoladi, nimadir qo'shilib qoladi. Sizda aytaylik 1 million, 1,5 millionlik narsa oshib qoldi sizga. 1 million so'm. Meni bo'ynim men uchun 1,5 million katta pulda. Men uchun katta pul. Klientga u narsa kerak emas. Agar men bitta vaziyatda yo'q sizda qoladi, yo'q bo'lsa bu odamga qaytib kelmaydi. Siz ularga Ya endi u men sizni tushundim, qarang do'stim. Misol uchun mijozning uyida o'sha narsa qolib ketsa, mijozda uni sotish imkoniyati 0 ga teng. Lekin u mahsulotni sotish imkoniyati sizda 90%. Boshqa obyektingizga ishlatib olishingiz mumkin, misol uchun. Endi bir narsani plyus minus tomonlari bor, hamma narsani olish kerak. Ag'ini ba'dan hisoblab. Qaytarib olamiz. Ha. Agar bir mashina yuk zakaz qilib qo'ydik-ya, uyda gaz qildirmayman deyapsiz, shuni qaytaramiz. Pulini shuni qaytaramiz, skladga qaytaramiz, tamom. yo'q, biz aytmoqchimizki, hozir bo'ladi emas. Shu narsani ham agar ko'rib chiqilsa, чтобы aytaylik bazrat bo'ladi, hazrat tomondan yo misol aytaylik nimadir yetishmay qoldi bizga. Kichikroq narsa yetmay qoldi. Aytaylik boshqa magazindan topolmadingizlar, turib tushunarsiz. Jo'natib yuboramiz. Yo'q, siz jo'natib olasiz, to'g'ri. Lekin bizga eshakdan to'qimni qimmat tushib yetmaydimi? Vaqt masalasi bor misol. Yo o'zi dastavka misol besplatni deyapsiz. Misol siz aytaylik bitta oddiy kraning uchun siz men misol Andijondan keldim-da, siz misol Samarqanddan bitta kranni Andijonga jo'natasiz. Lekin hozircha Andijonga sotuv qilmoqchi emasmiz. Yo'q, misol uchun oddiy misol. Ya, hozir kengayasiz. Kengaygan paytimiz, misol uchun hozir bizda strategik planimiz, hozir Samarqandda, Samarqand tumanlariga sotishni boshlaymiz-ku. Keyin o'z-o'zidan Andijon taraflarida mijoz ko'payadi. Biz uni bo'ynimizga olmaymiz. Biz aytamiz, hurmatli janob, zavodning egasi, bitta skladni Andijonda qurib bering bizga, sotuvimizni uchiramiz deymiz. Tushunyapsizmi? Keyin o'z-o'zidan u aytadi, unda resurs ko'p, unda pul katta. Bitta telefon bilan bitta skladni olib bor deydi, Andijonga bitta sklad qilib ber deydi. Tamom. Keyin o'zimizning shogirdlarimizdan bitta nazoratchi, unga oylik to'lanadi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yigit bo'lsin, oylik to'lanadi, nazorat qiladi. Labay? Ha, yoki boyagida trak haydayotgan ham bor, ha. U ham qarang, tushundim men sizni. Siz birinchi biz hammamiz ustalarimiz, biz o'zimizni samootsenkamizni ko'tarib olishimiz kerak. Mijozning oldida bizni usta sifatida haybatimiz bo'lishi kerak. Masalan, u novichok emas, yo'q bu ekspert kelibdi degan fikr uyg'otish kerak unga birinchi.
keyin mijoz har doim mana bunday qiling, mana bunday qiling degan paytda biz aytishimiz yo'q, aka yoki opa, mana bunday qilsak to'g'ri bo'ladi. Mana bunday qilsak arzonroq bo'ladi. Mana bunday qilsak sifatliroq bo'ladi, taklif bera olishimiz kerak. Keyin taklifni misol uchun o'zimiz loyihani chizdik, o'zimiz tasdiqlatdik, devorga chizib belgilab oldik. Keyin ma'qulmi? Bitta qog'ozga tushirib ma'qulmi deb so'raysiz. Ha desa, undan keyin boshlaysiz. Bironta aqlli bunaqa hodisalar ham bo'lib turadi. Bironta aqlli kelib aqlli qilayotgan bo'lsa, iltimos o'rtoq bor, boshqa joyga aqlliga qil deymiz-da, tamom, nima deymiz boshqa. Aha. Ha, o'shani aytamiz-da. Labay. Birinchi savol, masalan, loyihachi qilayotgan ishiga loyiha qimmatimi? Shunday oladi. Ikkinchi, o'sha loyiha bo'yicha ishlayotgan usta javobgarlikni qancha foydali olishi mumkin? Loyiha bo'yicha ishlayotgan usta javobgarlikni 100% o'zining bo'yniga oladi. Birinchidan. Ikkinchi masala, loyihachi pulni qayerdan oladi deyotgan bo'lsangiz, loyihachini boshlanishida biz oylik beramiz. Boshlanishida. To o'zimizda loyiha yo'nalishimizda rivojlantirib olganmiz, biz unga oylik beramiz. Keyin biz loyiha masalasida mijozlarimiz ko'payib, biz o'zi tanila boshlaganimizdan keyin loyihachi oylikka ishlayveradi. Biz loyiha uchun pul olamiz. Samarqandda bitta usta aytdi, 1 kvadrat metrini, bitta kotelnini, boyvachchani kotelnini loyihasini qilib berish uchun 1 kvadrat metrga $200,000 pul oldi dedi. Bitta kotelnini qilish uchun 1 kvadrat $200. Endi ikkita savolga to'g'ri javob oldik, bitta tomoni bo'ladi. Ish boshlashda kamchilik bor, xato bor, to'g'rimi? Loyihachi to'g'ri berdi. Endi aka shuning uchun biz o'qityapmiz-da. Shuning uchun hozir bizning maktabimizda turbalarni, misol uchun turbalar qanaqa xomashyodan, seryodan tayyorlanadi, uni qizdirish payka vaqtida uni sekundi, atrof muhit ta'siri, teplopateriya, o'lchamlar loyiha qilish, o'sha bilimlar berilyapti. Maqsadki, biz katta-katta proyektlar bilan ishlagan paytda shogirdlarimizga bersak, bor ko'p qizdirib ichini qilib qo'ymasin, bitqizib qo'ymasin, problem bo'lmasin degan ma'noda. Endi ko'chadan kelgan hammaga ham ish beravermaymiz-ku, masalan. Uyni egasi ham yoki biz ham o'sha o'qigan, qo'lda sertifikat, hozir yaqin kelajakda ko'rasiz. Yaqin kelajakda odamlar asosida sertifikati yo'q odamga ish bermay qo'yadi. Xuddi Yevropa, Rossiyaga o'xshab. Sertifikati bor, ijtimoiy tarmoqda aktiv, o'zini istoriyasi bor, qilgan ishlari ko'rinib turibdi, misol uchun. Keyin siz yuridik o'zi hukumatimiz aytib o'z-o'zini band qilish deyapti, hozir misol uchun. Hozir o'z-o'zini band qilish va har bir soha egasiga, YTTga, o'z-o'zini band qilganga yagona to'lov QR kodi beryapti. Har bir qilgan ishingni QR kod orqali pulini ol, bankingizga shotingga tushadi, 1% undan davlat daromad qiladi va sen ishlaysan deyapti. Hali yaqin kelajakda sertifikati yo'q ustalarga ish bermay qo'yadi, birinchidan. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lmagan ustalarga ish bermay qo'yadi odamlar. Chunki hozir kuyaverib odamlar kuyapti-da, misol uchun. Keyin bizga o'xshagan kompaniyalar agar ko'paysa, biz o'zi ko'paysa, biz hamma joyda tarmoq ortamiz. Hozir inshaalloh biz hozir abonentskiy tizimni yo'lga qo'ymoqchimiz. Abonentskiy shundayki, kvadrat metrga ma'lum bir summani belgilab beramiz. Uy egasi har oy o'sha summani to'lab turadi, arzimagan summa. Zato biz uni yil 12 oy страховка qilamiz. Dokumentlar buzilib qolsa, bepulga borib to'g'rilab beramiz. Santexnikasi buzilsa, bepulga borib qilib beramiz. Zasur bo'lib qolsa, bepulga to'g'rilab beramiz. Chunki u abonentskiy to'laydi bizga. U biz uchun hozir onlayn, offlayn o'qish tizimimiz aslida bu ishimiz uchun fundament. O'zbekistonning любой joyda bizdan registratsiya turibdi, shogirdlarimiz, hamkorlarimiz, unga forma ajratib beramiz. Keyin shunday zakaz bo'lgan paytda aytamiz, boring, mana shu qilib keling. O'zbekda оборотimiz ko'payadi, investitsiya qilamiz, investitsiyadan tushum keladi. Undan keyin o'ylamaymiz, biz ustiga oylik pul ajratib qo'yamiz. Ish bo'lsa, bo'lmasa unga oylik tushib turadi, masalan. Bizda biz bilan birga bo'lganligi uchun albatta uning shartlari bor. Keyin hozir 3-potokda o'qityapmiz, 4-5-potokda o'qitganimizdan keyin millioner santexniklar degan klub tashkil qilamiz. Erda hozirgi boshlang'ich bilimlarni hayotga tatbiq qilib, yaxshi natija qilgan santexnik ustalar u guruhga qo'shiladi. Endi faqat investitsiya. Birgalikda bir necha oyda bir marta ko'rishish, uchrashish, chet el safarlari, yangi loyihalar
xitoyga borish ko'rish, misol uchun xitoyga borib kelish, investitsiya qilish, uni passiv daromad qilish, uni tizimlashtirib yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Bo'ladi albatta. Bo'ladi. Nazorat qilib, men misol uchun shu paytgacha biz Samarqandda ishlab turgan bo'lsak, bizning xodimlarimiz borib ishlaydigan bo'lsa, Bobur boradida ishini tekshirib, o'zi bu yerda Bobur bor, Akmal bor, Sheroz bor, bular mutaxassislar santexnika bo'yicha. Bular qilgan ishda muammo yo'q. Bular qilib kelgan ishdan bizlar qo'rqmasdan ofisda shartnoma yozib, pechat bosib 2 yillik garantiya beraveramiz. Tekshirmasdan ham. Biz tekshirmaymizda, chunki bu ustalarning o'zi mas'uliyatli ustalar, masalan. Agar bironta bir novichok shogirdlarimiz ishlagan bo'lsa, albatta bitta xodimimiz borib, buni tekshirib, ishlatib, ko'rsatib, undan keyin unga kafolat beramiz. Yana kimda qanday savol bor? Qiziqarli savollar. Materiallardan, masalan, hozir onlayn bozorimizda har bitta mahsulotning narxi bor. Har bitta fittingni turba bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar narxi bor. Siz uni tanlaysiz, kolичествоni tanlaganingizdan keyin itogo chiqadi. U itogo bizning foydamiz bilan birga. Keyin siz uni buyurtma berasiz. Buyurtma berganingizdan keyin sizga xodimimiz telegramingizga aytadi. Zavoddan yoki skladdan chiqqan materiallarning umumiy narxi mana shuncha. Biz mana shunchaga sotdik, mana shuncha foyda qoldi. Mana shu foydadan, mana shuncha foiz buxgalteriyaga, mana shuncha foiz dastavkaga, mana shuncha ketdi. Demak, mana shuni 40% sizga, 60% kompaniyaga. Shaffof bo'ladi. Siz o'ylamaysiz, bu aldagan bo'lsa-chi, bu materialni o'zi 5 ming turgan bo'lsa, bu 15 ming qilib olgan bo'lsa-chi, yoki foydani kam ko'rsatgan degan fikr bo'lmaydi. U siz bilan sotuv bo'limimiz individual ishlaydi. Ko'rdingiz? Ishonch, bir-biriga ishonch, halollik ham o'sha mijozlarimizga ham arzon, sifatli mahsulot yetib boradi. Albatta. Biz hozir men Firdavsga Feza shuni iloji bormi? Shu zakaz qilgan payti birdan tan narxi, foydasi alohida ko'rinib turishdi bozorda. Shuni bir ko'ring. Keyin yana shunaqa prinsip qilamiz. Biz uyda egalari bilan ishlamaymiz. Biz faqat ustalar bilan ishlaymiz. Uyda egasi, men o'zim ham zakaz qilsang qilib beraman, kel, ishimni qil desa, biz aytamiz, yo'q, siz kimsiz siz? Uyda egasimiz yo'q. Biz faqat ustalar bilan ishlaymiz. Masalan, agar usta novichok bo'lsa, siz qachondan beri santexnika qilasiz? Shuncha paytdan beri. Iltimos bu sohada bitta bilimingizni oshiring. Hozir biz sizga tovar bersak, siz uni ishini rasm o'qisangiz, tovaringiz yetmay qolsa, bizga bo'ynimizga ana bo'lmasin. Iloji boricha bilim olishga, o'zini kvalifikatsiyasini oshirishga targ'ib qilamiz. Tabiiyki, u bizda o'qib, o'zini kvalifikatsiyasini oshirgandan keyin u moliya bo'yicha ham, shaxsiy rivojlanish bo'lsa ham o'z bilimi oshadi. O'zi u tadbirkorlarcha fikrlaydigan bo'ladi. Qarabsizki, ertaga servisda xodimlari har bir viloyatda tadbirkorcha fikrlaydigan odamlar bo'ladi, inshaalloh. Bu o'zi jamiyatimizda katta o'zgarish bo'ladi nasib bo'lsa. Kichkina qadam, lekin o'zgarish katta bo'ladi. Yana kimda qanday savol bor? Magazinda hozir Fox Peps va Raifu bor. Raifu premium, как раз sizda boyvacha klientlaringizga Raifuni ishlatasiz. Har bitta kraniga sharikoy bo'lsin yoki ventil bo'lsin 50 yil rasmiy kafolat beradi. 15 yildan keyin kran agar qotib qolsa, buzilib qolsa, Raifu kompaniyasi yangini bepulga olib qo'yib beradi. Kelajakda boshqa firmalar ham qo'shsa bo'ladi. Premium hozir bor-ku do'stim, hozir Raifu kompaniyasidagi sifatda hech qaysi bera olgan yo'q. Lekin narxi premium, balandroq, lekin siz uni ko'rsangiz sifatliligi shunda bilinib turibdi. Biz ularga aytdik, Raifuga ham, Foxga ham aytdik, stendlaringni olib kelib qo'yinglar, mahsulotlarni olib qo'ydi. Raifuni tashkilotchisi ketibdi qayergadir, boshqa viloyatga. Yo'q, primoy Xitoydan.
Xitoydan. Двухконтурный kotyollarni ham misol uchun hamma kotyolni qo'yib tashlamaymiz. Eng ishonchli, eng bizga foydali, ham sifati zo'r, ham narxi arzon bo'lgan kotyollarni o'zimiz bozorimiz orqali sotamiz. Hamma narsani tiqavermaymiz-da. Agar premium segment xohlasangiz, Yevroxod va Yevroxod segmentdagi kotyollar qimmat, lekin zo'r kotyollar. Agar sifati yaxshi, lekin o'zi arzon kotyol bo'lsin desangiz, Kolin bor, Prado bor, Hitronic bor. Sifati yaxshi, premium emas lekin. Har holda bu Rolls Pulsga o'xshagan tufta kotyollar emas-da. Qo'yganingizdan keyin bemalol ishlab beradigan kotyollar. Hozir borki bozordan kotyollarni faqat narxi bilan ajratib olasiz. Bilingki, o'zi hamma kotyol bitta zavoddan chiqyapti. Faqat misol uchun qimmatroq, misol plata ishlab chiqaradigan zavod bor, plata ishlab chiqaradigan zavod bor, aytadi. Mana plata ham tushadi, bu ham tushadi, bu 200 so'm, mana 1000 so'm deydi. Agar u 1000 so'mligini qo'ysa, u plataga tak-tak srogi bor. 5 oy ishlaydi, keyin ishlamaydi masalan. O zavod biladi. Agar haligi mijoz arzondan bos desa, arzondan bosadi, tabiiyki u kotyolning narxi arzon chiqadi magazinlarda. Qimmatroqmi? Bilingki, u qimmat zapchas qo'yilgan, demak unga ham garantiyasidan farq. Birov aytadi 6 oy deydi, birov 1 yil garantiya deydi. Qimmat kotyollar bo'lsa, ko'proq beradi. Misol hozir Rayfo kompaniyasi sotadigan vet, mana reklama qildimku, Vettami, Vatti kotyoli zavod 5 yil garantiya beryapti. Xitoyda o'zi 5 yil garantiya beryapti kotyoliga. Onlayn boshqarsa bo'ladigan kotyol. Ham anaqa gibrid. Lekin biz unga 2 yil deb deyapmiz. Chunki Xitoyda suvi, Xitoyda sharoiti biznikidan sal boshqacharoqdir balki. U baribir 2 yilda changga to'ladi misol uchun. 5 yil garantiyasi bor, tozalatmayman desa ham haqqi bor-da misol uchun mijoz. Biz ayta olmaymiz-ku 5 yil garantiya, lekin har yil tozalatib turing deya olmaymiz-ku. Shuning uchun biz 2 yil garantiya deyapmiz va birdan mijozlarga shunaqa emotsiya qoldiryapmiz. Bizdan boshqa chaqirmasin keyin. Ya'ni bizga telefon qilsin. Mijozlar bilan gaplashishda ham o'zini anaqasi bor-da. Har doim hozir oldinlari misol uchun ustalar kam edi, ish ko'p edi. Bitta odam ishni bilsa, ustachilikni bilsa, ishi zich bo'lardi. Hozir unaqa emas. Hozir endi asosan fokusni mijozga emotsiya, pozitiv emotsiya berishga qaratish kerak. Chunki boya aytganimdek, emotsiya bilangina mijozni esida qolasiz. Shunaqa bir ish qilingki, mijozni esida qoling-da. Misol biz hozir yaqinda sadoqatli mijozlarimiz uchun 300 ming so'mlik, 200 ming so'mlik vaucherlar tarqatdik. Biz o'sha boya aytdim-ku, Abdurahim aka 4 ta restorani bor, somsachilikdan boshlagan. U kishi bilan borib kelishdik, gaplashdik. Bizning mijozlarimiz biz bergan vaucher bilan boradi. Abdurahim akaning xodimlari uni chiroyli kutib oladi. 300 ming so'mlik dasturxon stol nakrivat qilib beradi. Biz yana Rayfo kompaniyasidan smesitel bu narsa mayli sovg'alarni olib borib beramiz. Ular birdan RTK servisdan mana bu sovg'alar sizga sadoqatli mijozingiz bo'lgani uchun deb beradi-da. Birdan videoga oladi, otziv oladi, ular o'tirib 3 martami 4 marta RTK servisga murojaat qilgan. Zatoki manada bir 300 ming so'mlik narsani yeb ichib mazza qilib, yana bir 300 ming so'mlik qo'liga podarka bilan chiqib ketadi. Bu klientlarga konkretniy emotsiya. Lekin bunaqa emotsiya berish uchun siz o'zingiz qilib turgan ishingizdan qilolmaysiz. Chunki mehnatni orqasidan keladigan pul bo'lsa, u jalqada masalan. Lekin bizga o'xshab tizim qurganingizdan keyin bizning hozir korxonamizda mehnat orqasidan kelmaydi, inson omili bilan pul kelmaydi. Keladi, shu ma'niki emas, Firdavsniki emas, biz kam-kam boshqaruvlarni hal qilsak, asosan pulni tizim olib keladi. Tizim bilan kelgandan keyin u pulni hammasini bir joyga emas, u qanchasini reklamaga, qanchasini ehsonga, qanchasini xodimlarga misol uchun bo'lib beradi. Misol 4 yildan beri RTK servisga asos solgan bo'lsam, shu 4 yildan beri men bilan yelka-melka turib ishlayotgan bolalar bor, Farruh bor misol uchun, Bobur bor, ijrochi direktor. Bularga o'zi kompaniyadan ulush ajratib qo'yganman. Farruhga 5%, Boburga 10%. Bular ishlasa, ishlamasa kompaniya daromadidan 10% ulushi bor. Endi men shuni ko'paytirmoqchiman. Qancha oborotimiz katta bo'lsa, misol uchun kimdir Jizzaxda ishlab turib, 4-5 ta komandasi bor, bizning bozorimiz bilan ishlaydi, bizning brendimiz bilan ishlaydi. Masalan, aytadi, "Keling, sizni brendingiz bilan ishlaylik", deydi misol uchun. Unga ham kompaniya ulush ajratib qo'yishimiz mumkin. Qaysidir hududda zo'r ishga ketishi mumkin, qaysidir hududda kamroq ishga ketishi mumkin, lekin o'rtadagi summadan unga ham daromad borib turadi. Bu o'zi konkret tizim bo'ladi-da. Aslida shunaqa niyatlar bor inshaalloh. Hali hamkorlik, hozir bozorimizda hamkorligini taqdimotini qildik. Inshaalloh kelajakda uslugani ham taqdimotini qilamiz nasib bo'lsa. Chunki bu bozorda bir tizimga sovolaylik. Keyin bizning ishimiz faqat kengayish bo'ladi. Faqat sizlardan podдержка bo'ladi.
Shuning uchun bepul chaqirib sizlarni mana shu ma'lumotlarni berdik hozir. Shunday. O'ylaymanki manfaatli bo'ldi. G'ayrat aka, ana o'chirib qo'ysa mayli, spikda. Kimda do'stlar yana qanaqa savol bor? Kimda qanaqa e'tirozlar bor? Kimda qanaqa takliflar bor? Boya aytgandek, o'zlaring hunarlaringni kim stral mashina o'xshatishni biladi, kim shunaqa hunarlar bilsa, marhamat biza maktab tashkil qilishimiz mumkin. Bilingki, kurslardan daromad ancha yaxshi. Bo'ldimi? Bo'lmasam o'rtoqlar, sizlarga berayotgan ma'lumotlarimiz shular edi. O'ylaymanki, moliya haqida ham, shaxsiy rivojlanish haqida ham sizlarga ancha-muncha bilimlar berdik. Faqat uni bilimni bilish bilan hayotni o'zgartirib bo'lmaydi o'rtoqlar. Uni hatto bitta hayotga tatbiq qilish kerak. Misol o'sha hisob modulini hammasini tatbiq qila olmassiz. Lekin hatto 2,5% da, 10% da kam hatto hech bo'lmasa daromadingizdan 2,5% ehsonga 10% kelajak uchun deb prosta ajratib qo'ying. Qachonki o'sha 10% yig'ilsa, miyangiz ham boshqacha ishlaydi va boshqa imkoniyatlar ham ochiladi. Agar shu kungacha qanday yashagan bo'lsangiz, xuddi shunday davom etayotgan bo'lsangiz, javob beramanki, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Shu turish ketiladi. Ana amakilarimiz borki, 50-60 ga kirgan, hali ham pul masalasida qiynalib yuribdi misol uchun. Endi ishlash kerak pul topish uchun. Biz inshaalloh shunaqa narsani taqdim qilmoqchiman, taqdim qilyapman ham shogirdlarimizga. U 4-5 yil ishlasin, 6 yil ishlasin o'zi. Agar kim publikaga chiqishni yomon ko'rsa, ommaga chiqib gapirishdi, komanda qurishdi, firma qilishdi yomon ko'rsa, marhamat, u investitsiya qilib pul qilsin. Investitsiya qilib passiv daromadlarni oshirsa, moliyaviy erkinlikka chiqsin. Kimdir publikani yaxshi ko'rsa, menga o'xshab ko'p gapirishni yaxshi ko'rsa, videoga tushishni yaxshi ko'rsa, marhamat, unga ham biz sharoit yaratib beramiz, o'rgatamiz, tushuntiramiz. Qanaqa bloklar yuritiladi, misol uchun biz qiynalib Firdavs topgan bo'lsak, Firdavsgacha bitta ikkita odam bilan ishlab ko'rganman-da. O'zi bu yerda aniq tizim bor. Kimga xohlasa Firdavsni sohasini o'sha hududda ham borib rivojlantirishimiz mumkin. Hozir yaqinda inshaalloh biz bir haftalik 8 kunlik kurslar tashkil qilyapmiz. O'sha moliya haqida, shaxsiy rivojlanish, komanda qurish, unikallashtirish, o'z xizmatingizni unikallashtirish. Bu yerdagi mavzuga zeta bir 40% edi. Buni 100% mavzuni to'liq qilamizda. O'sha 8 kunlik darsda ham duh-kontrni kotyol, ham bizning bilimlarimizni beramiz. Hozir Sirdaryoda bizning sinfxonalarimiz tayyor, Jizzaxda tayyorlanyapti, Buxoroda tayyor. Inshaalloh Andijonga yaqinda boramiz, nasib etsa 8 kunlik kursda olib boramiz va Toshkentga. Qarshidan ham bitta akamiz davet turibdi. Agar shuni 5-6 ta maktab qilib olsak, o'zi bo'sh vaqt umuman qolmaydi. Men faqat viloyat-viloyat yurishim kerak bo'ladi. Ana unda o'zi men ustozlar tayyorlashim kerak bo'ladi. O'sha hududdagi odamni o'zi ustozlik qilar. Biz keyin marketingni, reklamani, SMM, target hammasi o'zimiz qilamiz. Erdagi faqat dars o'tib berib pul sanasa bo'ldi. Shunaqa qo'yamiz inshaalloh. E'tiborlaring uchun rahmat. Ketgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar, achinmaysizlar. Yana qanaqa maslahat bo'lsa, imkon qadar baholi qudrat qo'limizdan kelgancha maslahat berishga tayyormiz. Kim kompaniya qurmoqchi, kim ishini unikallashtirmoqchi, marhamat. Bizani qani anamiz? Anavni oching Feja. Boyaga slayd bor-ku, men o'qib bermoqchi bo'lgan oxirgi slaydimiz. Tadbirkorlik sari. Hamkorlik, Ertakasam servis bilan hamkorlik yo'llari. Hamkorlik o'sha boya aytgandek, kim o'zida qanaqa hunar bo'lsa, o'shani biz bilan integratsiya qilib kurs darajasiga o'sha olib chiqish. Santexnik duh-kontrdan tashqari. Kim stral mashina shu konditsioner. Onlayn bozor bilan ham hozir hamkorlik yo'llarini ko'rsatib berdik. Marhamat, ishlashlaring mumkin, daromad qilishlaring mumkin. Onlayn va offlayn o'quv tizimi. Buni ham o'zlarining hududlaringda asosda chiroyli qilib tashkillashtirish mumkin. Onlayn, lekin hozir biz men bergan bilimlarni hayotlaringga tatbiq qilsalaring, duh oshgandan keyin odam risk qila oladi. Duh oshmasa risk qila olmaydi. Seminar va treninglar qilish, masalan, kimdir vodiyda, Andijon tomonlarda bitta seminar, trening tashkil qilaylik desa, o'sha hududda shu sohaga oid bitta trening tashkil qilishimiz mumkin. Qaysi hududdan qat'iy nazar? O'shada agar jamoa yig'iladigan bo'lsa, qilib beraveramiz. Seminar, trening tashkil qilishlik uchun katta magazinlar, katta kompaniyalarni biz o'zimizga homiy qilib olishimiz mumkin. Shunaqa qilyapmiz. Davay siz bitta mahsulotingizni, siz o'zingizdan bitta reklama qilib beramiz. Evaziga siz seminarga ketayotgan xarajatlarni qoplaysiz, jon deydi masalan. Unga ham tanilish kerak. Keyingisi. Feja
Следующий. 7 kunlik kurs mavzulari. Ha, kim boya kurs haqida 2-3 akalarimiz kurs haqida qiziqish bildirishdi. 7 kunlik kursimiz mavzulari nimadan iborat bo'ladi? Nastenniy va napolniy kotyorlarni ta'mirlash, moliyaviy savodxonlik, shaxsiy rivojlanish, mijozlar oqimini oshirish va ularni ushlab qolish, o'z xizmatini unikallashtirish, hisob modulini hayotga tatbiq qilish. Hozir bu dars yo'q edi. Hisob modulini aytdim-ku, hayotga tatbiq qilish darsi yo'q edi, u ham katta alohida mavzu. Komanda shakllantirish. 5 ga 95 qoidasi. Mana shu komanda shakllantirish вообще udar darslik. Buni $200 Asalbek Ashurdan sotib olganman bu darslikda. Bu yerda protsentlar borda. Siz bu darsni bilganingizdan keyin sizni komandangizdagi a'zolaringiz, komanda a'zolari komandami, kollektivmi yo bandami aniqlay olasiz formulaga solib. Bu vash kuchli darslik. U ham o'sha maktabimizda beriladi. Kompaniya strategiyasi. Biz kompaniyani strategiya qilishni o'rgatamiz. Masalan, o'zini hayotini nima qilmoqchi, kelajakda nima bo'lishi, strategik plan reja qilishni o'rgatamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda xizmatlarini to'g'ri sotish mavzusida Firdavs bugungidan ham ko'ra kattaroq mavzu dars o'tib beradi. U 100% juda ham foydali bo'ladi, qachonki hayotga tatbiq qilsa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'p ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Kim agar offline kursga kim